Salom kanaliga xush kelibsiz. O'rtoqlar, uzr so'rayman. Уже necha yil bo'lib ketdi. Oxirgi marta video qachon olganimni bilmayman. Sababi judayam kam подписчик, judayam kam prosmotr bo'lganligi uchun YouTube ga video olmay qo'ygan edim. Lekin YouTube ga men qaytib keldim. Bu safar boshqacha format bo'ladi YouTube'da. Bu safar uzun, zerikarli format bo'lmaydi-da, qisqa, foydali yoki foydasiz va meni hayotimdan ko'proq narsalar bilasiz. Oxirgi marta YouTube ga videoni 1 yil avval qo'ygan edim. Undan keyin kichkina short videos qo'ygan edim, lekin YouTube ga video olishga hech qanaqa motivatsiyam yo'q edi. Bu safar zo'r bo'ladi, ishonib qo'yavering. Instagramda o'zimning sahifamni yuritib boshladim va уже 27 mingta подписчигim bor. Men juda ham xursandman. Kanadaga kelganimga 26 yosh edim. Hozir 31 yoshman va hozir men juda ham xursandman o'zimning yoshimdan va o'zimning hayotimdan mamnunman va Xudoga shukr qilaman shunga. Bu kanalda nima narsalar kutib qolishingiz mumkin? Birinchisi bu полезная informatsiya. Ikkinchisi hayotimdagi vlog, faqat qisqa vloglar bo'ladi. Uchinchisi Kanadaga kelmoqchi bo'lsangiz, har xilcha foydali informatsiyalar berib o'tib ketaman Kanada haqida. Savol tug'ilishi mumkin. O'g'loy, 1 yil ichida nima qilding? Nimalar qilding? Qanday yangiliklar bo'ldi hayotingda desangiz, hozir men sizga aytib beraman. Birinchisi bu, biz Vancouverdan Salmon Arm degan joyga ko'chib keldik. Okanagan degan joylar bular. Keyingisi ipotekaga uy sotib oldik. Hozir bizning o'zimizning uyimiz bor. Ipoteka bo'lganligi uchun har doim bankka где-то $3000-4000 berib turishimiz kerak. Keyingi yangilik, men mashina haydab yuribman. Judayam minnatdorman Xudodan, o'zimdan maza. Bu taraflarda umuman avtobus bo'lmaganligi uchun mashina haydamasa bo'lmaydi va biz tog'larda orasida yashaymiz. Va oxirgi yangilik, bu O'zbekistonga borib keldim. O'zbekiston shunaqa zo'r mazza davlat, maza qilib keldim. Rosa ko'p ovqat yedim, rosa ham semirdim, oilam bilan maza qilib aylandim. To'g'risini aytsam, rosa ham maza qilib keldim O'zbekistonda. O'zbekistonga bormaganimga 4 yil bo'lgan edi. Maza qilib keldim. Ko'p video olmaganman, chunki maza qilib o'sha vaqtni o'zim bilan, oilam bilan maza qilib sarfladim. YouTube'imda qanaqa videolar ko'rishni istagan bo'lardingiz? Kanada haqida qanaqa savollaringiz bor? Hammasiga javob berib o'tib ketaman. Aniq kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarimda savol-javob yoki Kanada haqida qanaqadir bir qiziqarli videolar qilishga harakat qilaman. Undan keyin judayam qiziq bo'ladi, chunki motivatsiyam judayam oshib ketgan hozir va siz podpiska qilsangiz afsuslanmaysiz. Aytgancha, ismim O'g'loy va bu Salom Kanada kanali.